Nega menga shifokor sifatida blog yuritish kerak? Qachonki oldindan 3 oygacha navbatlarim to'lgan bo'lsa. Javob siz o'ylagandan umuman boshqacha. Men blogni siz mening qabulimga yozilishingiz uchun emas, balki mening qabullarimga umuman tushib qolmasligingiz uchun yuritaman. Ko'pgina ko'z kasalliklarini agar insonlar o'z ko'zlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa, oldini olish mumkin edi. Masalan, quruq ko'z sindromini keratitdan qanday farqlash mumkin? Qachonki gavharning to'liq loyihalanishini kutish mumkin emas. O'zi o'tib ketadi degan fikr doim jiddiy muammolarga olib keladi. Ko'rish yurak urishi kabi. U ishlab turganda biz uni sezmaymiz, ammo to'xtaganda hammasi o'zgaradi. Agar mening blogim hech bo'lmaganda bir insonning ko'rish qobiliyatini saqlab qolgan bo'lsa, bu ham bir qabul. Muhimi o'z vaqtida va bepul.